Bolasi Onajın 4-chi bolasi. 10 litr sütü var ekan sigirimizda. 29 million so'radi bozorda. 29 ga bermayapti. 29 ga qo'shsa beraman deyapti. Jizzax viloyati Paxtakor tumani mol bozoridamiz. Enamolar tomondamiz. Enamolarni bo'g'ozlar ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. O'tkazib berish yo'q. Ajoyib narsa like bosib qo'yingizlar, yaxshimisiz? Bunda boshladik enamolardan, bo'g'ozlardan ham ko'rsatamiz. Bozorimiz keng, bemalol ko'rish imkoniyati bor. Bir boshdan ko'rsatib ketaveramiz. Tez olishga harakat qilamiz. Bugun sanamiz aytdi 8-iyul. Bolasi ho'kizcha ekan buni. Bunisi ho'kizcha. Bolalar bor? Mana shu bolalar. Kelasam ho'kizcha ekan. Nechinchi bolalar bu? Tishini ko'rsatib ketamiz. Mana tishlar. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Narxi qancha endi bular? 35 kam bor deyapti egasi, bozor 31 qilyapti, 31 ga bermayapti. Bunisi 23 million 600. Qancha suti bor bularda? 7 ta. Buniki 11 ta suti bor. Nomer ayting. 93lik 310 13 05. Manzil do'stda. Bermaganingizga berasizmi? Qo'shsa, qo'shsa beraman deyapti ekan. Telefon qilib kimga qiziqsa, uyda bor yana. Uyda yana bor ekan. Telefon qilib kelishib olaverasizlar. Hammaning chorvasiga baraka bersin. Hozirgi kunda chorva molozda uchragan kasallar aytib o'tamiz. Dermatit kasalligi uchrayapti. Molda terisida tanga naqa o'tmashak nima deydi? Shishlar paydo bo'lgan. Buni alohida video qilamiz. Komment o'z fikringizni yozib ketingizlar keyin. Qaysi savdosi bo'lyapti, yaxshimisiz? Bu bolasimi ekan buni? 4 bir joyda so'rayaptilar. 4 bir joyda savdo bo'lyapti. 4-chi qaysi bumi? 4-chi. Qancha so'rayapti? Aka qancha so'rayapsizlar? Qancha so'rayapsizlar? 80 million. Bemalol sotib beraver. Naqarobod mol. 80 million so'rayapti. Bu birinchi bolasi, ha? Bu birinchi bolasi. Ularchi? Mana 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. 2-chi bolasi. Mana 3-chi bolasi. Bunisi 3-chi bolasi. Qancha suti bor bularda? Qancha suti beradi? 10tadan javob ustiga. 10tadan javob deyapti. 10tadan deyapti, birinchi. Buni 5 ta deyapti. Ana bir joyda 80 million dedi. 80 millionga yo'q, bermayapti. Endi bozorda mollar har xil mol bor. Narxlarim har xil. Bolasimi ekan buni? Yaxshimisiz? Ho'kizcha ekan. Bozor qancha qilyapti? Hali so'ramadi. Qancha suti bor ekan uni? 5-6 ta suti bor. 5-6 ta suti bor. Barakasi bo'lsin. Enasi bo'g'ozgan, bolasi katta bo'lib qolgan, uni uchun. Nechinchi bolasi bu? Qancha chiqdi savdosi? 15,5? Ha, 25,5. 25,5. Necha oylik bo'g'oz bu enasi? 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik. Nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. 25,5 savdosi bo'lyapti. Plus bo'g'oz enasi. Endi bo'g'oz olsangiz molingiz yana 3 ta bo'ladi. Bu sigirni ham olib qo'ying. Sigirni olib ketamiz, qora sigirni. Bolasimi ekan uni? Bolasi qancha? Buni olgan. Nechinchi bolasi? 6-chi bolasi. 6-chi bolasi. Savdosi nima bo'lyapti? 30 million so'rayapti, egasi 30 million deyapti, 15 million savdo bo'lyapti. Yerlarni ham olgan. Egasi 30 million deyapti-ku, bozor 15 million so'rayapti. Qancha sut beryapti bu? O'ntalar suti bor. 10 talar suti bor. Hozir ozg'in ekan. Ya barakasi bersin. Mayli. Ayting nomerni. Nomermi? 77lik. 77lik 524 524 2921.
Baribir shu bozor 29, 27. Manzil qayda? Paxtako'rda. Paxtaga video bormi yana? Ana shu. Qaytadida bu yerda sotilmaydi. Yo'q. Nima qilyapsiz ishlaydi. Ertalabdan niyatni zo'r. Ertalab niyat qiling. Sotamiz endi bozorda. Bozorda sotilib ketadi. Bozorlarimiz bersin. Bolasi kattaroq odam bor ekan, olib ketdik. Qashqa sigirimizni. Bolasi G'ulomjon. Nechinchi bolasi ekan bu? Ikkinchi bolasi. Bozor qancha qilyapti? 26. 26 dan bermayapsiz. Qancha suti bor ekan? 8 litr suti bor. Enasi qochganmi? Enasi qochgan bo'g'oz. 8 litr suti bor sigirimizda. Bu baland emas, sal pastroq. Barakaz bersak. Mana shu enabolarning bolasi ajoyib ekan, uzoqdan ko'rib, uzoqdan ko'zga tashlanib turibdi. Bolasi o'kishchi. Nechinchi bolasi bu? Nechinchi bola? Uchinchi bolasi. Bozor qancha qilyapti? Hozir har xil qilyapti. Biri 26, 28 ham. 26, 27, 28 har xil. Qancha deyapsizlar buni? 35 deyapti. 35 deyapti. Qancha suti bor? 5 ta suti bor. 5 ta suti bor. Akramiz 35 kami bor deyapti. 26, 27 har xil so'rayapti deyapti. Sigirimizni. Bolasi ajoyib. Yaxshi bola bergan. Endi savdosi bo'layotganini olib ketamiz. Men mana shu sigirni savdosi bo'layapti yana bolani. Suti oqib ketyapti. So'raymiz hozir. Qancha chiqdi yana bola, yaxshimizlar? 27 bilan 200 suti oqib ketyapti sigir. Bolasimi ekan, o'kishchami? O'kishchi ekan. Nechinchi bolasi ekan? 4-chi bola. Qancha sut beryapti? Ha? Qancha sut beryapti? Qancha sut beryapti? Tushunmadim. Suti Kechadan oldin gitdi kim sog'ibdi mana meni. 2 oldin 2 kunlik buzoq ekan. Suti ko'pligidan oladi. Suti ko'p hali aniq emas ekan. Qancha deyapsiz? 35 deyapman, bu bolalar juda kam so'rayapti. Akamiz 35 deyapti egasi. Yo'q, yo'q. Baqi gapiryapman. 35 kam bor deyapti. 27 bilan savdosi bo'ladi, berilmayapti. Sutini aytdik, aniq emas. Yaqinda tuqqan 2 kun bo'lyapti. Ana yana bolaning savdosi bor, bolasi Novoscha. O nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Qancha suti bor? 8 litr suti bor. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka qancha so'rayapsiz? 32 qildi, nima degan? Qancha bo'lyapti savdosi? 30 million deyapti. 30 million so'rayapman deyapti. Yetilib 32 qildi deyapti. 30 millionga berilyapti sigirimiz. Yerga solma. 30 million sizga narxni olaman. Aka bo'g'azmikan bu? Qismi. Bozor qancha qilyapti? Bozor qancha qilyapti? Bozor 10 million qilyapti. 10 million. Nechta tuqqan bu? 5-chi tuqqan. 5-chi 5. bola uyda. Va bolasi uyda ekan, 5-chi bolasi dedi. 10 million yakka sigir, bo'g'oz emas. Aka bo'g'azmikan bu? Ha? Bo'g'oz. Necha oylik ekan? Mayda? Mayda qochgan bo'g'oz ekan. Bozor qancha qilyapti? 14 million. Nechinchi qoringa? Birinchi qorin. Agar tutsa ikkinchi qorin bo'ladi. Mayda qochgan ekan. 14 million bozor qilyapti. Bo'g'ozlardan so'raymiz. Sizlar videoni oxirigacha ko'ringizlar. Mana shuni savdosi bo'lyapti. Qancha chiqdi endi bu? Qancha so'rayapsiz? 16 million. Bo'g'ozmi? Aniqmi? Da'vat yurgan. Nechinchi qoringa bo'ladi xudo bo'lsa? 3-chi qoringa bo'g'oz bo'ladi. Aka bozorlarimiz bersin. Yaxshimisiz? Like bosamiz, Bo'g'ozmi? like. Akamiz ham like bosar ekan.
Aka, ishingiz bo'lmadimi? Qanchalik bozor? 5-6 12 million so'rayapti. 12 million. Bo'g'ozmi? Kechga 1 oylik bo'g'oz. 1 oylik bo'g'oz kechga ekan. 5-6 tuqqan. 12 million bozor so'rab bermayapsiz. Berganmiz. Qancha o'sib beramiz? Ko'ramiz endi bozor Bo'lsa. ko'targaniga-da. Bozor Bo'lsa. ko'targan. Ishimiz bitsa, Ana sizlarga narx-navolar barakasi bersin deymiz endi. Molazam chiroyli mol aka. Bo'g'oz emasligi aniq emas. Dalada yurgan molimiz. Aka qancha narx so'rayapsizlar? Katta aka, qancha so'rayapsiz molga? 20 kam bor dedim. 20 kami bor. Bozor 16 million qildi. 20 kam bor deb bo'g'oz emasligi aniq emas ekan. Dalada yurgan mol. Bo'g'oz kuni sotildi. 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz deyapti, 17 millionga sotildi. 6 oylik bo'g'oz. Bozor qancha qildi dedingiz? Bozor qancha qildi? 17 million. Nechinchi qoringa bu? Ikkinchisi bo'lagan. Ega tushib qolmayapti. Bu ham bo'g'ozmi? Bu baland ekan. Buni qancha qildi? 23 dan o'tib beraman deyapti. Ikkinchi qoringa bo'g'oz deganimiz. Aka bozoringiz bersin. Sizlarga narx-navolar. Bu ham bo'g'ozmi? Qochganmi? Bir oylarda tug'adi ekan, to'q bo'g'oz ekan. Birinchi qoringa? Birinchi qoringa bo'g'oz. Bozor qancha qildi? 16 million 800 bozorda so'rayapti, bermayapti akamiz 16 million 800 ga. Qo'shsa beramiz-da. Qo'shsa beriladi. Birinchi qoringa bo'g'oz. Barakasi bersin.